Diya maşın alsam bulam da. Usta, bo'lmaydi da shuni. Nima ish bo'lmaydi? Birinchidan bu mashin sening emas. Azonkan emas bu maşın. Usta, shu azanligi shu diqqatingni tortib tushundingmi? Ha. Amaliyotda bir 500 ming ko'lik mashin, 100 ming, 150 ming qilib beramdi ekan. Voy Mercedes GLC degan 79 ming deydi, 18nikini. Mana bizlar gap, ayna vaqraydan qilib qo'ydi. Hech kim bermaydi bozor deyman, shu shampun ko'p chiqib qoldim. Bermaydi, normal mashin kimsan unda berdi da. Diya mashin degan qara. Setib olgandan keyin birinchidan bu mashin sening nomingda emas. Sening nomingda emas degan gap, sening emas degan gap. Qonunda sening emas. Shu huquq qonunmayda biz qo'ygan bular o'zicha. Ha, shu huquq qilolmaydi emasmi? Bu ya qarzini to'layolmagan mashin, ya bir yerga pulini berolmagan, tutib mashin. Alloh qilasam, voy ondag'ay, mundag'ay deb bek Meysup urup sözler to'xtam qilimida. Bakağın keldi. Voy, kim o? Bakağım keldi. Qara, bunda ish bo'ldi buningda, cho'q qara. Sen buga olding diya mashinani birni. Atgan qo'psada GLS mashinan bor, g'azab mashinanda. Hech qanday noch odam yo'q bu showchuda. Lekin pastda tushib, oshqishni bassa. Oqsham qo'ygan yarim mashin yo'q. Mashin qanday ne ketdi o? Shu qana hech kim qilmaydi. Akitdi buni egisi. Egisi? Ha? Bu mashin oldim ya men uni. Ya sen bu mashin faqat pul to'lding. Set olamaysa da bu maşının senin namında emas. Demek şu maşinni xalqan vaqt aktido. Ya bir kundan keyin, ya bir yildan keyin, ya 10 yildan keyin. Demek kunda dakidukida yashaysa da bu maşini qacha aktada. Birinchidan uyqung yaxshi bo'lmaydi dash. Uyqung yaxshi bo'lmaganlik sababli chash tushishga boshlaydi. Xotiningning ko'ziga sa ko'rinsa, kunda kesh xotinlar urushchida turmaydi dash bu oilada. Tamam? Shu sababli idorg'imi vaqt chiqalsa, idordanmi seni asla haydashga boshlaydi. Haydaydi idorni. İşten boşaysa, öyle kirarsan xotin bu xabarni olgandan keyin sen kergin qilmadi adash. Xizmating yo'q, mashinang yo'q. Nima ish qilsin? Ajrashma. Ajrashadi sen bilan. Mashinang yo'qamdi birinchi, ikkinchi xizmating yo'qaydi. Uchinchi oilang buziladi. To'rtinchi uyang yo'qaydi. Beshinchi alog'inglar ham izlamaydi. Nima ish qilmaysan da alog'ing degan manfaat tegmisi izdamdi hozir. İzlamaydi. Demak, sening hech nimang yo'q degan gap. Chechingmi qamgan desasini. Shundami? Unda olganki qanday qilsa, mushu Xunyanchininki bo'ylarga kash vaqtlari shanba-shanbalari yosh bolalar chiqib birdan o'tirib ketdi mashinada. Shuning bilan bular tashlayotgan potulkalarni terish orqali jiningni saqlab qilishga majbur bo'lib qolsa. Shunga diya mashinani ilishga bo'lmaydi. So'rashcha adash.